epifiz, glandula pinealis. Bundan tashqari bu bez g'urrasimon bez yoki shishsimon tana deb ham nomlanadi. Bu bezimiz bosh miyada o'rta miyani yuqorigi tepachalari sohasida joylashgan bo'lib, oraliq miyaning ma'lum bir qismi hisoblanadi. Bezning o'lchamlariga to'xtaladigan bo'lsak, uzunligi 8-15 mm, kengligi va qalinligi 6-10 mm ni tashkil etadi. Og'irligi 200 mg gacha yoki 0,2 grammga to'g'ri keladi. Yangi tug'ilgan bola chaqaloqda 8 mg, 10-14 yoshda bu bezni og'irligi 120 mg ga yetadi. Tashqi tomondan o'ragan biriktiruvchi kapsula bezni ichiga kiradi va trabekulalarga bo'ladi. Bez parenximasida pinealosit va kam sonli glial hujayralar saqlanadi. Bu bezdagi pinealositlar asosiy o'sha bezga xususiyat beruvchi endokrin vazifasini bajaradi. Epifiz melatonin va serotonin gormonlari ishlab chiqaradi. Melatonin haqida gapiradigan bo'lsak, bu bez, bu gormon gipofizda joylashgan intermedin gormonini, gipofizda ishlab chiqariladigan intermedin gormoni antagonisti hisoblanadi va aynan jinsiy bezlar ishini melatonin susaytirib turadi va buni natijasida erta balog'atga yetish susayib turadi. Erta balog'atga yetishi oldini olib turadi. Bu gormon kechqurun, ayniqsa uyqu paytida ishlab chiqariladi. Shuning uchun ham u uyqu gormoni deb ham nomlanadi. U organizmda biologik ritmni boshqaradi. Ya'ni uyg'onish va uyquga ketish va bundan tashqari tana haroratini tartibga solib, qarishni sekinlashtiradi. Stressga qarshi va o'smaga qarshi xususiyatga bu gormon ega. Atrof muhitdagi rejimni organizmga yetkazib berganligi uchun u odamni uchinchi ko'zi deb ham nomlanadi. Serotonin bu ham epifizda ishlab chiqariladigan gormon bo'lib, neuromediator bo'lib, u baxt gormoni deyiladi. Serotonin dopamin bilan birga gipotalamo-gipofizar mexanizmni tartibga soladi. Qon tomirlar tonusini boshqarib, qon ivishini boshqaradi. Trombotitlar faollashishiga olib keladi. Yana shuni aytish kerakki, baxt gormoni serotonin ishlab chiqarilishi uchun asosan quyosh nuri kerak bo'ladi va bu gormon kunduzi ishlab chiqariladi. Tadqiqotlarda mavsumiy depressiyaga tushishlar qish paytiga to'g'ri kelar ekan va aynan qish paytida ultrabinafsha nurlarning yetishmasligi natijasida serotonin ishlab chiqarilishi kamayadi va odamda tushkunlik, stress, depressiyalar yuzaga kelishi mumkin bo'lar ekan. Serotonin sir, xurmo, olxo'ri, anjir, pomidor, soya, shokolad ta'sirida juda ham ko'p ishlab chiqariladi. Va bu moddalar, bu ozuqalar organizmda serotonin miqdorini oshishiga va kayfiyatni ko'tarilishiga olib keladi. Va biz bilamizki, kayfiyatni ko'tarilishi, xushchaqchaqlik juda ham ko'p kasalliklardan bizni asrab turadi.